Ukalar, mana shu Lada Vesta'ni ko'ryapsizlarmi? Sizlarga arzon narxda ko'rsataman. 2019-yil 69 ming yurgan Lada Vesta. Mashinamizning kraskalari top-toza, 4 ta yaxshi yumshoq balonlari bor. Rosen diskalada turibdi. Motorining obyomi 1.8 bo'ladi. Holati ideal, qarab akkuratni haydalgan. Sostoyanasini ko'rishingiz mumkin. Sostoyanasi zo'r bo'lib turibdi. Buni korobkasi avtomat bo'lmasa ekan, robot korobka bo'lar ekan. Hozir men sizlarga bitta salonlarni ko'rsataman. Ustini ko'rdinglar, вообще ideal bo'lib turibdi. Mashinamizning salonlari, obshivkalari zo'r holatda bo'lib turibdi. Sidenalarni ko'rishingiz mumkin. Sidenalari ham yangidek bo'lib turibdi. Karpetkalari, antiradarlari bor ekan. Sidena abagrev oldida ham, orqasida ham bor ekan. Salonimizning orqasi, orqalari ham yengidek bo'lib turibdi. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Biz bu mashinamizni sizlarga 6700 dollarga berib yuboramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi.